Itoat va itoatsizlik. Solih kishilardan biri hikoya qiladi. Bir kuni tunda uxlab qoldim va tush ko'rdim. Qiyomat boshlandi. Odamlar hisob uchun yig'ildilar. Shundan so'ng ba'zilar jannatga, ba'zilar do'zaxga tushdilar. Jannat darvozasining yoniga kelganda u yerda turganlardan so'radim. Ey jannat ahli, siz qanday amallar qildingizki jannatga kirish sharafiga muyassar bo'ldingiz? Bu huquqqa biz shaytonga quloq solmay, Alloh taologa itoat qilganimiz uchun erishdik degan javobni berdilar. So'ngra men do'zax darvozasining oldiga bordim va u yerdagilardan so'radim. Ey do'zax ahli, nima sababdan siz bu yerga keltirildingiz? Biz bu yerga shaytonga ergashib, Allohga itoatsizlik qilganimiz uchun tushdik, dedilar. Shu vaqt men jannat va do'zaxning o'rtasida bir guruh odamlarni ko'rdim. Men ulardan ham so'radim. Nima uchun siz jannat va do'zaxning o'rtasida kutib turibsiz? Bizning gunohlarimiz bor, ozgina solih amallarimiz ham bor. Gunohlarimiz bizga jannatga tushishga, solih amallarimiz esa do'zaxga kirishga qo'ymayapti, dedilar. O'git. Alloh taologa itoat qilish va shaytonga ergashmaslik, ya'ni Alloh taoloning amrlariga bo'ysunish va man qilingan narsalardan saqlanish jannatga kirishga sabab bo'ladi. Shunday ekan, jannatga kirishni istagan inson Alloh taologa itoat qilishi va man qilingan narsalardan saqlanishi kerak. Shaytonga ergashishi esa bu insonning do'zaxga tushishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, ba'zi insonlar borki, ular bir muddat jannat va do'zaxning o'rtasida, A'rof degan joyda kutib qoladilar. Shu sababdan Al-A'rof surasiga nom berilgan. A'rof bu jannat va do'zax o'rtasidagi devorning yuqori qismidir. Bir muddat kutgandan so'ng u yerda turganlar jannatga kiritiladilar.